Clash'da amalga oshira oladimi yoki yo'qmi ko'rib olamiz. Street Boy yaqinlashib bormoqda, raqibi tomonidan Bumblebee'dan hayyashga ko'rdik, lekin birinchisi unchalik ham aniq emas. Ikkinchisini umuman ko'rmaymiz. Bumblebee tomonidan kirib kelishdi. Saygada ham kutib ololmadi. Moger jamoasi hozir top 1 ni qo'lga kiritib ketadigan bo'lsa, chempionga aylanadi. Bildingizku, ana o'shanda nimadirlar bo'layotgan edi. Yaxshi, bo'ldi, chempion Moger jamoasi. Oldindan tabriklab yuborsam bo'larmikan yoki Davron dahshatli ajoyib comeback. Bu ajoyib comeback. Birinchi o'ringa chiqib ketishdi. Ancha mehnatga loyiq chempion jamoaga aylanishmoqda. Jamoani va jamoa muxlislari